Bir xil produkt bor, lekin biri sotiladi, biri yo'q. Farqi nimada? Farqi ma'lumotda. Ko'p kompaniyalarda muammo shuki, produkt nomi bor, lekin tushunarsiz. Description yo'q. Narxi bor, lekin nima uchunligi yo'q. Natijada mijozlarda produktga nisbatan ko'plab savollar uyg'onadi, vaqt ketadi, mijoz ham ketadi. Bugun biz produkt kartani 5 ta step orqali ideal darajaga olib chiqamiz. Birinchi step: to'g'ri nom berish. Produkt nomi bu marketing. Albatta biz buni kreslo bir deb saqlab qo'ya olmaymiz. Uni o'rniga esa biz uni rangini yoki modelini belgilaymiz. Xuddiki Office Kreslo Premium Black deb men yozib qo'yganimdek. Ikkinchi step: sales description. Bu o'ta muhim joy hisoblanadi. Bu yerga yozishimiz mumkin uni foydasini, kim uchunligini va nima uchun chiqarilganligini. Xo'p, menda tayyor bor va uni belgilayman. Uzoq vaqt ishlaydiganlar uchun qulay ortopedik kreslo bel og'riqini kamaytiradi. Xuddi shunday. Uchinchi step esa bu to'g'ri narx va to'g'ri kost va to'g'ri kategoriyalar. Narxlarni biz bu yerga yozamiz. Misol uchun biz bitta kresloni $110 ga sotamiz. Buni tan narxi esa $100 deb baholaymiz. Va kategoriyaga esa menda tayyor furnitures kategoriyasi bor, ya'ni mebellar bu yerda saqlanadi. Uni ustiga bosaman va masala hal. 4-step: product type. Odada 3 ta tur bor. Birinchisi goods, ikkinchisi esa service, uchinchisi esa combo. Agar bular xato tanlansa, stok buziladi va sales chalkashadi. Va bizning holatimizda bu goodsda qolaveradi. 5-step: bu variantlar. Agar sizda rang va o'lcham bo'ladigan bo'lsa, buni qo'yish shart. Misol uchun oq va qora, white and black. Natijada bitta produkt, variantlar ko'p, salesga oson. Videodan xulosa shuki, yaxshi produkt karta kam savol, tez savdo va kuchli tizimni bildiradi. Agar siz ham modulni professional darajada o'rganmoqchi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling va do'stlaringizga ulashing, komment yozing. Va keyingi darslarda ko'rishguncha xayr va salomat bo'ling.